Jizzax davlat pedagogika universitetida pedagogika va psixologiya fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 2-kurs talabasi Botirova Aziza bo'laman. Bola shaxsni rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalar fanidan dars o'tib beraman. Bugungi mavzuyimiz pedagogik jarayonda shaxsni ko'zda tutishga asoslangan pedagogik texnologiya, Amanashvili texnologiyasi. Mavzuyimizda 3 ta asosiy reja mavjud bo'lib, birinchi reja Amanashvilining pedagogik qarashlarining shakllanishi, ikkinchi reja shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasining maqsadi, uchinchi reja Amanashvilining pedagogik merosi haqida umumiy ma'lumot. Shaxsiy hayoti va ilmiy faoliyati. Shalva Aleksandrovich Amanashvili taniqli gruzin pedagogi, professor, psixologiya fanlari doktori, zamonaviy ta'limning shaxsga yo'naltirilgan yondashuvi tarafdori. U 1931-yilda tug'ilgan va butun umr davomida bolalarni o'qitish va tarbiyalash borasida yangicha insonparvar g'oyalarni ilgari surgan. Uning ilmiy ishlari asosan boshlang'ich ta'limga qaratilgan bo'lib, bu bosqichni bola shaxsni shakllantirishda muhim davr deb hisoblagan. Amanashvili o'z tajriba maktablarida an'anaviy pedagogik yondashuvlardan voz kechib, bolani markazda qo'yadigan, uni erkin va ijodiy shaxs sifatida tarbiyalaydigan texnologiyalarni joriy qilgan. Amanashvilining pedagogik merosining asosiy g'oyalari: insonparvarlik, gumanistik pedagogikasi. Amanashvili ta'limda mehr, hurmat, ishonch tamoyillarini ustuvor deb hisoblaydi. Bola bu oddiy o'quvchi emas, balki shaxs sifatida qabul qilinishi kerak. Har bir bola o'z dunyosi, his-tuyg'ulari, orzu-umidlari bilan yagona mavjudotdir. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv. Ta'limda barcha harakatlar bolaning individual xususiyatlarini e'tiborga olgan holda tashkil etilishi kerak. Bu uni qanday o'rganishini, qanday fikrlashini, qiziqishlarini chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Barcha bolalarga bir xil yondashuv emas, balki differentsional yondashuv muhim. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv: erkin fikrlash va ijodiylik. O'quvchi tayyorlanib, bilimlarni yodlab emas, fikrlab, tahlil qilib, savollar berib, izlanib o'rganishi kerak. O'qituvchi bu jarayonda yo'lboshchi bo'lishi lozim, buyruq beruvchi emas. Muhabbat va ruhiy aloqa. Amanashvili shunday deydi: tarbiya muhabbatsiz bo'lishi mumkin emas. U o'qituvchini faqat bilim manbai emas, balki mehribon inson, bolalarning yaqin do'sti bo'lishi kerak deb biladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasining maqsadi. Umumiy tushuncha: shaxsga yo'naltirilgan ta'lim bu o'quv jarayonida o'quvchini markazga qo'ygan holda uni individual xususiyatlari, ehtiyojlari, qiziqishlari, intilishlari va salohiyatini hisobga olgan holda tashkil etiladigan ta'lim texnologiyasidir. Asosiy maqsadlar. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning asosiy maqsadi har bir bolaning individual qobiliyatlarini aniqlash, rag'batlantirish va rivojlantirish. Bu orqali bola o'zini anglaydi, o'ziga ishonch hosil qiladi va mustaqil shaxsga aylanadi. Pedagogik jarayonda ko'zlangan natijalar: o'quvchining shaxsiy o'sishi va o'z-o'zini anglashi, axloqiy va madaniy qadriyatlarni shakllantirishi, kommunikativ, tanqidiy va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish, o'zini boshqarish va javobgarlik his qilishni o'rgatish, har bir o'quvchining hayotga tayyorlanishini ta'minlash. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning zamonaviy ta'limdagi roli. Bugungi kunda bu texnologiya, STEM, inklyuziv ta'lim, raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashmoqda. O'qituvchining roli yo'naltiruvchi va ruhlantiruvchiga aylanmoqda. Baholashda reyting, portfolio, o'z-o'zini baholash usullari keng qo'llanilmoqda. Yagona standart emas, individual yondashuv ustuvor bo'lmoqda. Amanashvili gumanistik pedagogika asoschisi sifatida yangi yondashuvlar zamonaviy ta'lim bilan bog'liqligi. Bugungi kunda Amanashvilining qarashlari. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, inklyuziv ta'lim, emotsional intellekt rivoji, psixologik xavfsizlik kabi sohalarda faol qo'llanilmoqda. Gumanistik pedagogika institutining tashkil etilishi. Moskva 1990-yillar Amanashvili boshchiligida Rossiyada gumanistik pedagogika markazi tashkil etilgan. Bu markaz o'qituvchilar, maktab rahbarlari va psixologlar uchun seminar, trening, metodik qo'llanmalar ishlab chiqadi. U yerda o'quvchilar bilan suhbatli darslar,
dil mulohazalari, darsda insoniylik ruhi kabi yangi yondashuvlar o'rgatiladi. Amanashvili darslarining o'ziga xosligi, ustunliklari. Har bir dars bolaning qalbini ochish vazifasini bajaradi. O'quvchi bilan suhbat, fikrlash, tinglash asosida o'tadi. Javob noto'g'ri bo'lsa ham bolaning fikri qo'llaniladi. Baholashda mehrli yondashuv ikki bahosi umuman qo'yilmaydi, balki rag'batlantirish afzal ko'riladi. Amanashvilining shiorlari. Dars bu bolaning qalbini uyg'otishdir. O'quvchiga mehr, sabr va ishonch bilan yondash eng oliy pedagogik san'atdir. Tarbiya bu yurakdan yurakka boradigan yo'l. Bola bu tabiatning nozik asari. Uni buzish emas, rivojlantirish lozim. Asarlari va merosi. Hayot va pedagogika muhabbat bilan. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asoslari. Humanistik pedagogikaning mezonlari. Bolaning qalbiga yo'l. Uning qarashlari bugungi kunda ham zamonaviy pedagogik inklyuziv ta'lim, interfaol metodlar va ta'limda psixologik yondashuvlar uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda. Amanashvili o'qituvchi, ruhshunos, o'quvchini ijodkor, ta'limni tarbiya vositasi, maktabni mehr maskani deb bilgan buyuk pedagogdir. Uning